Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan kichkina jo'jachalarni boqish sirlarini o'rganamiz. Mana bu jo'jachalarimiz bugun 12 kunlik bo'lishdi. Anchagina katta bo'lib qolishgan. Ko'rsalaring bo'ladi. O'zlaridan chiqib kelishyapti, anchagina chaqqon mana. Katta bo'lib qolishgan jo'jalarimiz. Biz suvga biosuperior vitamin qo'shib beramiz. O'sha ham birinchi siri. Suvga o'shna qilib vitaminlar qo'shib berib tursalaring, yaxshi katta bo'ladi. Yemga kelsak, yemiga mana bo'chkamizni ochib ko'rsatamiz. Mana maydalangan makkayi bor. O'sha yemimizdan beramiz mana. Solib jo'jalarimizga beramiz. O'zlari bitta qoldirmay yeb qo'yishadi. Ancha katta bo'lib qolishgan. Ko'rib turganlaringdek. Vitaminni ko'rsataman hozir. Mana vitamini shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Quydirib olib kelganman biosuperior. Xuddi mana shunaqa vitaminni suvga 1 litrga 1 grammdan qo'shib beraverasizlar. Xullas, o'shanaqa dorilarni berib, suvlarga qo'shib, yemlarga e'tibor berib qarayverasizlar. Keyin bug'doyning maydasi bor, o'shandan berasizlar. Shunday qilib, keyin sal kattaroq bo'lganda bug'doy o'zini bersalaring bo'ladi. Shunaqa yemlardan berasizlar. Tepasida lampochkasi bor, hali yoqmaganman. Kechqurun yoqib qo'yaman. Katta jo'jachalarimiz mana makyuni. Mana qo'limda ancha katta bo'lib qolgan bular ham mana. Katta bo'lib qolishgan. Tirik vazn 8 grammgacha chiqyapti. 3 oylik jo'jalarimiz. O'shalari. Xullas, shunday qilib boqsalaring hech qaysi o'lmaydi. Bularga yaxshi e'tibor, o'lim soni kamayadi. E'tiborsiz qarasalaring, o'lim soni ko'payadi. Shunday qilib bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimizga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.